2008-yilmisiz? Yana bir yosh kichkinaman, boqishga chiqaman. 2009-yilmisiz? 2009-yil. Voy billa, qiyomat qo'yin yaqinlashyapti do'stlar. Nimaga? Qiyomat yaqinlashyapti, qiyomat. Bu qiyomatning alomati bu. Qiyomatning alomati bu. 100%. Mana shu qizlarni, mana shularni dastidan qiyomat yaqinlashyapti. Tez kunda qiyomat bo'lsa ham ajablanmayman. Yo'q, maktabda o'qisangiz bo'lmaymi? Yaxshi qiz, oila qurishga harakat qilsangiz bo'lmaymi? Sigir soqishni o'rgansangiz bo'lmaymi? Ish o'rgansangiz bo'lmaymi? Hunar o'rgansangiz bo'lmaymi? Maktab tugatgandan keyin bir erkakni baxtli qilishni o'ylasangiz bo'lmaymi? Balo bo'lmasiga tik kirib oladi. Ye? Rahmat, o'zim hunarim bor uje. O'zim hunarmand o'qib bo'lganman. Bila. Meni yomon ko'rishingiz mumkin. Men prosta tak men sizga normalniy bir papaniyatim, bir akalik maslahatini aytdim-da. Yo'q, nima yomon ko'raman? Hayotingizni kuydirmang. Go'zal qiz, hayotingizni kuydirmang. Erta bir chiroyligina bir oilani kelini bo'lib, bir chiroyligina erkakda shirin ayoli bo'lib, shirin farzandlarni dunyoga keltirib, chiroyligina hayotda keting. Adashmang deylardi, xo'pmi? Xo'p. O'zingiz bilasiz. Davay salomat bo'ling. Xo'p. 2008-yilmisiz? Yana bir yosh kichkinaman, boqishga chiqaman. 2009-yilmisiz? 2009-yil. Voy billa, qiyomat qo'yin yaqinlashyapti do'stlar. Nimaga? Qiyomat yaqinlashyapti, qiyomat. Bu qiyomatning alomati bu. Qiyomatning alomati bu. 100%. Mana shu qizlarni, mana shularni dastidan qiyomat yaqinlashyapti. Tez kunda qiyomat bo'lsa ham ajablanmayman. Yo'q, maktabda o'qisangiz bo'lmaymi? Yaxshi qiz, oila qurishga harakat qilsangiz bo'lmaymi? Sigir soqishni o'rgansangiz bo'lmaymi? Ish o'rgansangiz bo'lmaymi? Hunar o'rgansangiz bo'lmaymi? Maktab tugatgandan keyin bir erkakni baxtli qilishni o'ylasangiz bo'lmaymi? Balo bo'lmasiga tik kirib oladi. Ye? Rahmat, o'zim hunarim bor uje. O'zim hunarmand o'qib bo'lganman. Bila.